Xayrli kech hammaga. Biz Vena shahrida aylanib yurdik. O'zimiz ham yurtdosh bo'lib qoldik. Ismlari? Salom, Akbar Ali. Akbar Ali. Akbar Aliga ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Venada nima qilasiz aka? Nima ish qilasiz? Shu yerda ishlayman, Stroykada. Stroykada. Qanaqa kelgansizlar? Bu yerga men Polshaning viza bilan A1 bilan kelganman. A1 formulyari bilan qonuniy ishlayapsiz. O'zbekistonda, Yevropada ishlayman deb qiziqish bildiradiganlar juda ham ko'p. Ayniqsa shunaqa Vena shahriga o'xshash chiroyli joylarda ishlash niyatida yuradi ko'pchilik. O'zi umuman Yevropa davlatlarida yaxshi ishlab, yaxshi pul topish uchun qanaqa talablarga javob berish kerak? Birinchi o'rinda til bilish kerak. Ishchi bo'lib, ishni bilish kerak. Hunar. Agarda sizlar ham Yevropa davlatlarida qonuniy ishlab, yaxshi daromad qilish xohlasanglar, birinchi o'rinda tilni o'rganib va qaysidir hunarni egasi bo'lib, Yevropaga kelsanglar, yaxshi pul topishga ishonch.